Assalomu alaykum. Zebi opa, hovliz to'g'ri burchak bo'lmaganiga qog'ozga ham to'g'ri joylamadim. Bunisiga e'tibor bermaysiz. Bu asosiy ko'chamiz. Bu qo'shni taraf, bu adaylar ajratib bergan ko'chalari. Asosiy ko'chada mana e'tibor bersangiz bir tekis qilib oldim. 10 tomondan garaj, o'rtada kirish qismi, katta kalitkasi bilan chap tomonda bitta eshik, ikkita rom kommersiy zonaga o'tiladi. Buni ichini alohida tushuntirib beraman. Bunaqasiga 10 metrdan oshuv, bunaqasiga eni 8 metrga 12 metrlik katta zal qoldi. Bunga yon tomondan qoldirgan ko'chamizdan 3 ta rom qoldirdim. Endi bu ketdi. Hovliga kirib boramiz, asosiy hovliga. Hovlida mana bu joylarga suvni ko'rsatib qo'yish esimga kelmabdi. Hovliga kirib kelganimizda e'tibor bersangiz, to'g'rida asosiy binoga kirish katta qismi bo'ladi. Binoni eni 14 metr. Bu joydan bu joygacha 14 metr 2 etajli baland bino turibdi. 10 tomoningizda hovlini o'rtasida besetka. O'sha naves kichkinagina juda ham shiram joy. Bunga kirish qismida bunaqa dumaloq gultuveklari bor. Bu joyda bundoq devordan ham o'sha gultuvega joy qoldirilgan. Dumaloq qilib ketilgan. Bu yerga bundoq archa ekib qo'yiladi. O'sha ikkita archaning ichidan kirib borsangiz, bu yerda o'tirganingizda qanaqadir kislorodni hidi kelib turadi archadan. Ichkariga kiramiz. Bu joyi balandligi kamida 4 metr, hovlini butun obzorini, ichkaridan kelayotganini, hovli uydan chiqayotganini, butun hovlini mana shu joydan ko'rib o'tiriladigan joy bo'ladi hovliga kirganingizda. Endi e'tibor bersangiz, kirsangiz hovlini o'rtasidan kirib keldik. 10 tomonda bir xil zona 7 metr, bu yoqda 7 metr uzoqlikda bir xil rom to'rtburchak kvadratning zo'r hovli chiqdi. Hech qanaqa kasoyliklar bu yerdan bilinmaydi, hech kim ko'ra olmaydi. Tashqaridan ham hech kim bilmaydi uchburchakligini hovlingizni. 10 tomonda mashinani ozgina spusk bilan 1,5 metr atrofida bundoq pastga olib tushib qo'yamiz. Sababi hozir agar mashinani butun kirgizsam, mana bu joy kichkina bo'lib qolardi besetkamiz. Besetkani ham katta qoldirish uchun shunaqa qildimki, 1 metr pastga tushadi mashina, ozgina qiyalik bilan deb shunday olib kirib qo'ysangiz, xuddi podvalga o'xshab, o'chi mana besetkani tagiga kirib qoladi. Bundoq zinadan ko'tarilib hovliga chiqsangiz, besetka 3-4 ta zina tepada turadi. Yarmi tepada, yarmi pastdaligini hisobiga bu joyda podvalga o'xshash joy shunday kiradi-yu, hovliga chiqib ketaverasiz. Sanuzellar ham mana shu joyda joylashgan. Endi besetkani o'ng tomonida garajga qaraladigan akoshkasi bor. Kirganingizda chap tomonida letniy kuxnyaning ichida kladovkasi bor. O'sha o'zini ko'mirlari, boshqa narsalar, masalan, o'choqlar, sixlar turadigan letniy kuxnyani yordamchi narsalar turadigan kladovkamiz bor. To'g'rida televizor, xohlasangiz ovqatlanib o'tirish paytida televizor tomosha qilasiz, bu tomonga qarasangiz hovlini. Buni to'g'risida devordan oqib tushadigan sharshara bor. Stomatologiyamizning hovliga hech qanaqa rom qaratmadim. Hech qanaqa ichkaridagi muomala, boshqa narsa bilinmaydi. Faqat bir chekkasida uydan chiqib patsient kelgan paytda bundoq kutib olishingiz uchun sekretsiya eshigimiz bor. Bu unaqa ko'zga tashlanmaydigan joyda. Bularga ham e'tibor bersangiz, 10 tomonda kirish qismini arkasi bo'lsa, besetgan, chap tomonda yana bir arkani tagida suv sharshara oqib turadi. Endi to'g'riga kirsak, katta 4 ta kolonnali mahobatli bitta navesi tagidan uyga kirib boramiz. Zinalarning ustilari yopib qo'yilgan. Buni ustida katta balkoni bo'ladi ikkinchi etajda. Ularni endi bu yoqqandan keyin ikkinchi etajdagi o'tib ishlaymiz. Kirganingizda o'ng qo'lda shkaf bor. O'ng qo'lda garderob, masalan, kiyim iladigan, chap qo'lda o'tirib oyoq kiyim yechadigan kichkina supasi bo'ladi. Ozgina o'tsangiz baland holga kirib kelamiz. Shu joyda lyustra osilib turadi. Xuddi shuni o'ng tomonida hol. Holimiz kattagina bo'ldi. Razmeri 5,5 ga 5 metr. 5,5 ga 5 metr. Holimiz chap qo'lda kuxnya. Kuxnyaning ichiga e'tibor bersangiz, kirishingiz bilan to'g'rida astrovok, xonaning o'rtasida astrovok bo'ladi. Atrofida ovqatlanib o'tiriladigan joyi. Bu yoqda siz ovqat pishirasiz. Shkaflarning orasini bitta ochsangiz, qaysidir polkasi xonaga olib kirib ketadi. Masalan, mana bu ovqat qilib yuribsiz,
Bu yoqda polkani bittasini ochgan paytingizda, masalan, shkafni shunday ochsangiz, bitta xonaga kirib ketib qolasiz, xuddi холодильникка o'xshab. Ichkarida холодный komnata katta stilajli bo'ladi. Banka, sonka, masalan, kartoshka, piyoz hammasi shu yerda saqlanadi. Buni havo aylanish sistemasi yaxshi qilinadi, lekin quyosh tushmaydi, narsa aynimaydi, отопление o'rnatilmaydi, muzdek bo'lib turadi har doim. Bitta konditsioner qo'yib qo'yiladi. O'ng tomonda xo'jaliklar uchun kladovka, bu endi yorug' qilib qo'ysak ham bo'ladi buni. Har holda bu yerda ovocnoy emas, bu yerda texnikalar saqlanadi. Ya'ni blender, tifal, shunga o'xshash narsalarga kladovkamiz. Oshxonamiz mana bu ishlab turib, bitta qarasangiz ko'chaga ko'zingiz tushadi. Kirish chiqishi, zalni hamma narsani kontrol qila olasiz. Bu yerdan olib chiqib shunday olib kirsangiz zal. Endi holga kirganingizda e'tibor berasiz, to'g'rida hashamatli ikkinchi etajga olib chiqib ketadigan mana bunaqa aylanma zinamiz bor. Uni shundoqqina yonida zalga kirish eshigimiz. Kirgan odam, masalan, mehmon qanaqadir chalg'ib ichkariga kirib turing desangiz ham zalni to'g'ri topib boradi, adashmasdan, sababi o'zi ro'parada va katta zalli eshigiligi bilan turadi. Bir qadamda zalga kirib ketamiz. Uni yonida chap qo'lda bizada spalniyning eshigi. Spalniyaga mashdan kiramiz. Spalniyaga kirganimizda bosh tomonni bu yoqqa uzatdik, sababi qibla bu tomonda. Qiblaga mana bu yotgan odam shunda o'ng tomonga qarasa yuzi qibla bo'ladi. Chap tomondan yorug'lik tushib turibdi, o'ng tomonda eshik, to'g'rida sanuzelning ichida hamma qulayliklari bor. Bularni mayda-chuydalariga hali chuqurlashmadim. E'tibor bersangiz, butun hovlini qiyshiqligini shu sanuzelning ichiga qamaganmiz, mana bu joyda ham. Spalniyning shakliga e'tibor bersangiz, to'ppa to'rtburchak. Kuxnyamiz to'rtburchak. Mana bunaqa mayda joyda xonalarga kastoy berib yuborilgan. Endi zalga kirsangiz, to'g'rida rom, simmetriya qilib, burchaklarni dumaloq qilib, klassika qilib, o'rtada o'tiriladigan kamida 15-16 kishilik stul qilsangiz bo'ladi. Endi kuxnya mana biz katta paradniy lestnitsamiz ikkinchi etajga aylanma bo'lib chiqib ketayotgan joy edi. Uni tagida podvalimiz bo'lmagani uchun bitta ikkita qadam bilan tushasiz. Shuni tagidan sanuzelga kirish qismini qilganman. Ko'zdan pana bo'lsin, ko'z tashlanadigan joyda bo'lmasin deb shundoq kirsangiz, mana bu zina ikkinchi etajga chiqib ketyapti. Tagiga kirsangiz, mana bu yerda umuvvalnik bo'ladi. Umuvvalnikda qo'l yuvib chapga o'tsangiz, ichkarida kir moshina deysizmi, unitaz deysizmi, dushmi, boshqa hamma priborlarni bemalol joylasa bo'ladi. Mana shu kassoy joyi burchaklardan shunga foydalandik. Umumiy planimiz shunaqa. Kirganingizda to'g'rida, buni shakli ham juda chiroyli. Tomlarni yopganimizda ham qo'g'irchoqdek chiqadi, uch burchakligi, sababi mana bu joyga bitta figura orqa hovliga, oldi hovliga ikkita figura bo'lib zo'r chiqyapti. Orqada kichkinagina hovlichamiz bor. Masalan, endi erkaklarni kutiladigan bo'lsa, shuni misol qilinadi, ko'pincha ozgina toza havo kerak bo'lib qolganda, ovqatdan boshqa qilganda oldiga chiqib yurmasdan bexijolat orqada 2-3 ta erkak kishi gurung qiladimi, sigaret chekadimi yoki bo'lmasam ozgina toza havodan nafas oladimi, skvozdank qilib qo'yish uchunmi orqa hovliga chiqsa, balkonli zeleniy zona, bu yerga ham chiroyli gullar, nima deydi, archalar ekib qo'yishimiz mumkin. Burchak joyidan shunga foydalandim. Siz asosiy e'tibor qaratadiganingiz uncha to'g'ri hovlida ham bo'lmaydigan mana shu kvadratiga e'tibor berasiz. 15 ga 15lik, 14 ga 14lik hovlimiz. Bu joylarda ham do'q kirganingizda orqaga qarasangiz, devori taglarida ham archalar turadi. Devori teshiklarini bekitib, havo aylanish sistemalarini qildik. Kirish qismini keng qildim, bagati ko'rinsin deb, kichkina eshik bo'lsa ham keng ko'rinishda. Bu yoq garajimiz yana alohida masala. Xo'p, hozircha endi birinchi emas, bundan oldin ham variant bo'ldi. Ularni endi ko'rsatmayman. O'zimga mana shu juda ham ma'qul keldi. Endi siz buni ko'rib bitta fikrlaringizni aytsangiz, xudo xolasa yo davom ettiramiz, yo boshqa narsa qilamiz. Mana bu joylarga ham e'tibor bering. Endi buni rasmlarini ko'rsatdik desam, anaqa yo'q. Buni misoli hali yo'q, bunaqa narsa oldin qilmaganman. Ikkita chekkada dumaloq tuvi, undanda archa ketyapti, o'rtada arka, o'tdan suv tushib turibdi, taglarimda suv yig'ilib turadi, rangli baliqlar, u yog'i ideya ketaveradi. Bu yoq tarafda mana bitta tandirda non yopishingiz mumkin, somsa, barbekyu, yonida qozon, o'choq, bu yoq mana bu shunda olib kirasiz, suzasiz, ovqatlanasiz. Yana hovlida yozgi kechalarda juda ham chiroyli manzara bo'lgan nazarimda. Shunaqa mana kirib kelishimiz hovliga xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. Mana endi
tasavvur qilish oson bo'ldi. Mana hovliga kirib kelyapsiz. To'g'ridagi bino, ikkita romi, o'rtada kirish qismi, bu tomonda o'tirish joyi, bu tomonda sharshara, bu yoqda garaj. To'g'riga kirib boramiz. Hovliga kirib borganimizda to'g'rida bizani katta zina kutib oladi. Yonida katta eshik, zalimiz, bir chekkaroqda ovoz eshitilmaydigan joyda spalni. Buni ham yana o'ylaganlarimiz, masalan, o'ylaganim bu tomonga bosh qilmadim, bu yoqqa qilmadim, sal chuqurroq, ovozdan xoliroq joyda bo'lsin dedim. Mana bu joylariga qalin devorlar qilib, kladovkalarni, izolyatsiyalarini qilib qo'yamiz. Shundan bu yerga odam xotirjam yotsin, taqir-tuqur eshitilmasin, ichkaridagi suhbatda bu yoqdagilar eshitmasin. Hollarimiz ham shunaqa. Mana TV zona, keng yoyilib o'tiradigan mягкий zonalar. Oldida shkafi. Hozircha variantimiz shu. Bitta ko'rib, xudo xolasa fikrlaringizni aytsangiz, keyin fasadlari ham endi boshidan chiroyli boshlandi. Ma'qul kelsa, xudo xolasa fasadlarni ham klassika qilib zo'r qilib beraman.